qilsak bo'ladi. Xo'p, ovozim hammaga yaxshi eshitilyaptimi? Xo'p, boshlaymiz unda. Kompaniya boshqaruvida CEO va CVO, ya'ni kelajak va hozirgi kun strategiyasi. Nima uchun kelajak va hozirgi kun strategiyasi deb izoh berildi? Chunki bittasi hozirgi zamonda holatlarni boshqarsa, biri esa kelajakda yuz beradigan holatlarni boshqaradi. Ya'ni kompaniya faqat kelajakdan iborat emas yoki faqat hozirgidan iborat emas, ikkalasi ham kompaniya uchun juda ham zarur. Hop, ushbu taqdimotda biz zamonaviy kompaniya boshqaruvining ikki muhim figurasi, ya'ni bosh ijrochi direktor CEO va bosh vizioner direktor CVO rollarini, ya'ni vazifalari, ularning hamkorlikdagi ahamiyatini ko'rib chiqamiz. Aynan biz ko'radigan hozirgi taqdimot amaliy bo'ladi. Iloji boricha amaliy misollarni keltiramiz. Tajribalarimizdan iloji boricha ko'proq samaraliroq foydalanishga harakat qilamiz. Hop, mana boshladik. Hop. Birinchi CEO ga ta'rif berib olsak, ya'ni ingliz tilida bu Chief Executive Officer deyiladi. Buni men qisqa qilib aytganman, ya'ni ma'nosini qisqalashtirib operatsiyalar ustasi deb nomladik. Ya'ni kompaniyada har bitta operatsion jarayonlarda boshqaruvchi bu CEO hisoblanadi. Biz hozir direktor degan, boshqaruvchi, top menejer degan aynan lavozimlar mana shu CEO darajasiga to'g'ri keladi. Ya'ni kompaniya eng yuqori rahbari hisoblanadi bu. Ya'ni top menejer desangiz ham bo'ladi buni. Kompaniyaning direktori desangiz ham bo'ladi. Ya'ni aynan CEO ga to'g'ri keladi. Barcha bo'limlar va faoliyat uchun javobgar hisoblanadi. Ya'ni kompaniyani kompleks boshqaruvchi shaxs. Ya'ni kapitan desak ham bo'ladi. Ya'ni CEO mana bu yerda men rasmiy izoh berganman. CEO bu kema kapitani. U kema to'g'ri yo'nalishda xavfsiz va foydali harakatlanishni ta'minlovchi shaxs ham hisoblanadi. Ya'ni ham mas'uliyatli, ham mana shu kemaga to'liq javobgar shaxs va uni to'liq boshqaruvchi shaxs hisoblanadi. Aynan kompaniya uchun to'liq javobgar shaxs aynan CEO lavozimi hisoblanadi. Strategiyani ijroga aylantirish eng katta bu mutaxassisni vazifasi. Ya'ni ijroga aylantirish. Bu mutaxassis faqat va faqat amaliyotchi bo'lishi shart. Buni tajribasi eng asosiy quroli hisoblanadi. Bu oliy ma'lumotli, bu CEO yoki qanaqadir kreativnis yoki drive holatlarida ishlovchi, o'ta nima desak bo'ladi, dinamik hayotda yashovchilar emas. Bular jarayonda yashovchilar hisoblanadi. Ya'ni biznes jarayonida ichida yuruvchilar hisoblanadi. Ya'ni haqiqiy kompaniya liderlari hisoblanadi bu shaxslar. Bu shaxslar yoshligidan kompaniya boshqaruvida, biznesda haqiqiy mukammal mutaxassislikka ega bo'lgan shaxslar. Bulardan talab qilinadigan narsa ijro qilish va ijroni ham eng yuqori darajada ijro qilish. Ya'ni to'liq buni ta'riflagan bo'lsak, ustasi, biznesda ustasi. Qabul qilingan qarorlarni real operatsion amaliyotlarga tushirish va nazorat qilish uchun javobgar hisoblanadi. Va eng yana bir katta xususiyati bu moliyaviy barqarorlikni ta'minlash. Daromad, xarajat, foyda, naqd pul oqimi, ya'ni cash flow qat'iy nazorat qilish. Ya'ni CEOda yuqori mas'uliyatlaridan biri hisoblanadi bu moliyaviy boshqaruv ham. Kompaniyaga CFO, ya'ni Chief Financial Officer degan lavozim ham bor. Ya'ni bu moliyaviy direktor, lekin bu moliyaviy direktorning ustidan ham rahbar hisoblanadi. Ya'ni moliyaviy direktorni ham boshqaruvchi shaxs.
va moliyaviy direktorga ham yetuk mutaxassisga ega bo'lgan shaxs ham hisoblanadi. Va jamoa boshqaruvi. Bu CEO albatta jamoani to'g'ri boshqara olishi kerak. Ya'ni yuqori darajada boshqara olishi kerak. Eng oliy darajada boshqara olishi kerak. Tizimlar va KPI asosida samarali ishlashni tashkil qilishi zarur. Bu boshqaruvda bu mohir, aynan kompaniya boshqaruvida eng mohir shaxs, haqiqiy lider, haqiqiy yo'lboshchi, haqiqiy ya'ni energiyaga to'la bo'lgan shaxslar. Har doim kulib yuruvchi, har doim xushchaqchaq turuvchi, har doim stressni boshqara oluvchi eng HR deb biz tasavvur keltiradigan bo'lsak, aynan HR ni o'zida tanasida va faoliyatida aks ettira olgan shaxs hisoblanadi. Endi biz keyingi CVO haqida gaplashamiz. Ana endi bizni aynan CVO qanday vazifalar boshqaradi. CVO ya'ni Chief Visionary Officer deyiladi. Visionary degani kuzatish. Ya'ni bitta narsani kuzata olish qobiliyati. Endi hozir bu ma'no jihatdan boshqacha aks etadi. Ya'ni g'oyaviy yo'lboshchi. Bu CVO kompaniyada g'oyaviy yo'lboshchi hisoblanadi. Bu CEOdan yuqori turuvchi yana bitta boshqaruv organi. Bu ijro bilan shug'ullanmaydi. Bu strategiya bilan shug'ullanadi. Bu boshqaruv uslubi. Ya'ni CVO kompaniya kelajakdagi manzilini aniqlash, ya'ni kelajakdagi B nuqtalari ustida ishlaydi. Va kelajakda kompaniya qanday trendda yoki qanday yo'nalishda ketish kerak. Aynan mayoq singari kompaniyani nima qilib turadi? Yo'lini yoritib turuvchi va mana shu kompaniyani to'g'ri manzilga yetib olish uchun mayoq vazifasini bajaradi, ya'ni kompas vazifasini bajaradi. Va butun jamoaga katta maqsad singdirish bilan shug'ullanadi. Ya'ni maqsadlarni qo'yuvchi va kompaniyani yana ham oldinga siljita oluvchi, rivojlantira oluvchi, yangi g'oyalarni olib kira oluvchi, yangiliklar olib kira oluvchi, startaplar olib kira oluvchi, ya'ni tamomila biznes modelni boshqatdan struktura bo'yicha chizib chiquvchi, ya'ni arxitektor desa bo'ladi. CEO bu faqat ijro bilan shug'ullansa, CVO strategiya bilan, chizma bilan shug'ullanadi. Ya'ni kompaniyani chizish bilan shug'ullanadi. Qaysi kompaniya qayerlarda qanday holatda bo'lishi kerak? Mana shu ustida ishlaydi. Kompaniya visionini yaratish, yaqin 5-10 yil ichidagi ulkan tasavvurni, kompaniyani erishishi kerak bo'lgan cho'qqini belgilash ustida ishlaydi. Ya'ni kompaniya 5-10 yildan keyin odamlar nazdida qanday tasavvur qilinadi va qaysi cho'qqiga chiqish kerak. Ya'ni kompaniya oliy maqsadi ustida ishlaydi, maqsadlari ustida ishlaydi. Ya'ni 5 yil, 10 yil oldinda bu mutaxassis mehnat qiladi. Xo'p, innovatsion yo'nalishlar bo'yicha yangi mahsulotlar, bozorlar, transformatsion texnologiyalarga yo'naltiradi kompaniyani. Aynan innovatsion, ya'ni innovatsiya bilan shug'ullanish aynan CEO vazifasi. CEO bu innovatsiya bilan shug'ullanmaydi. CEO faqat ijro bilan shug'ullanadi. Ya'ni bu yerda mas'uliyatlarni, vazifalarni bo'lib olish yana ham kompaniyani tomirigacha tushib, muammoni yecha olish imkoniyatini yaratadi. Biz amaliyotda ko'p ko'ramiz, mana shu CVO bilan CEOda bitta shaxs yuritadi. Ham yangilik olib kiruvchi ham o'sha, boshqaruvchi ham o'sha, HR ham o'sha va o'sha sotuv bo'yicha mutaxassis ham bir shaxs. Endi bu yerda hozirgi biz ko'rib chiqqan tizimda ikkalasi bo'linadi. Bir kishi ijroga javob beradi, nazoratga javob beradi. Bir kishi esa strategiyaga javob beradi. Ikkalasi kompaniyani boshqaruv jarayonini bo'lishib olgandan keyin, ana endi ikkalasida ham chuqurlashuv, ya'ni kompaniyani chuqurlashtirib boshqarish
imkoniyati paydo bo'ladi. Ya'ni hozir kompaniyani ta'sischilari, rahbarlari tez orada CEO lavozimiga chiqishi kerak. Ya'ni CEO tayinlab, ijro bo'yicha mutaxassis tayinlab, o'zi faqat CEO bilan shug'ullanish kerak. Vizionerlik bilan shug'ullanish kerak. Faqat innovatsiya, yangilik, bozorlar bilan yangi biznes modellar ustida ishlash kerak. Agar u operatsion boshqaruvda ishtirok etsa, nima bo'ladi? Bu muammolarga yechim topish juda ham mushkul, juda ham qiyin bo'ladi. Hop, kompaniya madaniyatini olib kiruvchi shaxs. Kompaniya madaniyatini olib kiruvchi shaxs ham. Ya'ni kompaniyaning asosiy qadriyatlari, missiyasi, falsafasini shakllantiruvchi shaxs. CEO bu yo'l chizuvchi navigator. CEO esa uning chizgan yo'lni ijro qiladi. Ya'ni CEO ijrochi, CEO bu navigator. Va CEOda eng katta vazifalardan bu brend strategiyasi bilan ishlash. Ya'ni kompaniyani brendini singdirish. Bozorda kompaniyani brendi qanday aks etishi kerak? Qanday kompaniyani odamlar nima deb tasavvur qilish kerak? Ya'ni kompaniyani bozordagi statusi bilan ishlovchi shaxs. Ya'ni brending bo'yicha ishlovchi shaxs. Brending bozor pozitsiyasi va kompaniya hikoyasini yaratishi. Biz qanday paydo bo'lganmiz, nimalar sabab bo'lgan, bizning missiyamiz, bizning maqsadlarimiz, ya'ni insonlarda fikrlash, ya'ni aqliy salohiyati kirib olish, kompaniya o'zining ya'ni maqsadlari bilan, o'zining falsafasi bilan, ya'ni kompaniya falsafasini yaratish. Bu kompaniya falsafasini yaratuvchi shaxslar bu juda ham chuqur tadqiqotchi shaxslar bo'lishi kerak. Hamma ham kompaniya falsafasini yarata olmaydi. Va doimiy rivojlantirish ustida ishlash kerak. Aynan CEO lavozimi rivojlantirish ustida ishlaydi. Faqat rivojlantirish. Nima qilsam kompaniya rivojlanadi degan savolga nima qiladi? Javob izlaydi. Uning vazifasi faqat shu. Boshqaruv emas. Faqat yangilik, yangi biznes model. Hozir mana hozirgi paytda kompaniyalarda eng katta muammo rivojlanishga ya'ni kompaniya qaratmaslik va barcha shu yil davomida, ya'ni o'zini faoliyat davomida qilib turgan ishini davom etkazadi va shundan daromad topadi. Hozirgi biznes modellar asosiy faoliyatdan daromad topmaydi. Asosiy faoliyat bu просто mijozni nima qilish uchun, ushlab turish uchun. Lekin biznes modelni o'zgartirish, ya'ni boshqa daromad manbasini nima qiladi? Paydo qiladi. Ya'ni asosiy faoliyat faqat statistika, shaxsiy ma'lumotlar bilan shaxsiy ma'lumotlarni yig'ib olish va bozordagi umumiy hajmga ega bo'lib olish, lekin uni orqasidan bu kompaniya ya'ni biznes modeli boshqa daromad manbalarini tashkil qiladi. Ya'ni mahsulotni olish va sotish o'rtasidagi marjadan kompaniya foyda ko'rish zamoni o'tdi. Ya'ni o'rtadagi marjadan foyda ko'rish zamoni o'tdi. O'tib boryapti borgan sari. Hozir yangi biznes modelni yaratish kerak. Yangi biznes model bu asosiy faoliyatdan daromad olmaysiz, lekin siz asosiy faoliyatingiz buni yangi biznes modelingizni nima qilib beradi? Oziqlantirib beradi, ma'lumot bilan ya'ni to'ldirib beradi. Va yangi modeldan biznes ko'rish mumkin. Ya'ni asosiy faoliyatga emas, pul topish mexanizmi. Boshqa tomondan pul topish. Asosiy faoliyatingiz faqat sizga statistikani yig'ib berish vazifasini bajaradi, xolos. Lekin siz boshqa biznes model orqali foydani boshqa tomondan olishingiz mumkin. Aynan mana shuni ustida ishlovchi shaxs. Ya'ni biznes model ustida ishlovchi shaxs. Pulni qayerdan topaman? Raqobatlashsa, hozir har qanday mahsulotni raqobat sherik uni nima qilyapti? Raqobatda sindirib naqasi bor. Nimaga sindiryapti? Chunki ular boshqa biznes modelda ishlayapti. Siz bilan raqobatlashib turgan mahsulotdan ular foyda ko'rgani yo'q. Ular boshqa joydan foyda ko'ryapti.
Ya'ni biznes modelni shunaqa tuzganki, daromad manbai boshqa. Lekin buni asosiy faoliyatdan kelib turgan ma'lumot o'sha foyda olib turgan joyini nima qilib beradi? Ma'lumot bilan ta'minlab beradi. Tipi Google vazifasini bajarib beradi xolos. Asosiy faoliyat. Lekin pul kelishi bu boshqa yo'llar orqali topadi. Aynan CVO biznes model ustida ishlaydi. Pulni man qayerdan topishim kerak degan savolni ustida ishlaydi. Hop. Keyingi qismga o'tamiz. Mana CEO va CVO o'rtasidagi asosiy farqlarni mana ko'rib chiqsak. Bu ikki rahbar kompaniyaning turli vaqt zonalarida ishlaydi. Ularning diqqat markazi turli xil bo'ladi, ammo maqsadi bir, ya'ni muvaffaqiyat. Ya'ni kompaniyani foydaga va natijaga olib chiqish. CEO bu hozirgi natijalar ustida ishlaydi. Hozirgi biznesni boshqaradi, operatsiyani muvofiqlashtiradi va har choraklik natijalarga e'tibor qaratadi. Qisqa muddatli foydalilikni ta'minlaydi. Ya'ni likvidnessni CEO bajaradi va qisqa muddatli nazorat va qisqa muddatli natija uni nimasi? Asosiy vazifasi. Fokus faqat operatsiyaga, vaqt faqat bugun va hozir. Ya'ni hozirgi muammo bo'yicha ishlaydi va faqatgina bugungi muammolar ustida boshqaradi. Bugungi muammolar boshqaradi. CVO esa kelajak visioni, ya'ni kelajakni ko'ruvchi shaxs. Kelajakni ko'radi, yangi imkoniyatlar, fundamental innovatsiyalarni ilgari suradi. Ya'ni kompaniyaga yangilik olib keluvchi shaxs. Uzoq muddatli o'sish salohiyatini ta'minlab beruvchi shaxs. Fokusi faqat strategiya. Vaqti 5 va 10 yil keyin, ya'ni kelajak. Aynan uni ishi, uni hayoti kompaniyani keyingi 5 yil, 10 yili hayotida yashashi kerak. Mani kompaniyam 5 yildan keyin qayerda bo'lish kerak? Mana shu savolga javob topadi va o'sha hayotda yashaydi. Va o'sha hayotni yashab, kompaniyani o'sha hayotga yetaklab olib boradi. O'sha holatga kompaniya yetaklab olib boradi. CEO natijani boshqaradi, CVO esa kelajakni boshqaradi. Aynan kompaniyaga tegishli bo'lgan kelajakni boshqaradi. Mana endi bizga hozir eng dolzarb qismi bu CVO bo'lish. Ya'ni kompaniyani CVO darajasida boshqarish. Aynan dolzarblik ham, bugungi mavzumizni dolzarbligi ham aynan CVO bo'lish. Kompaniyani operatsion boshqaruvdan chiqib, CVO darajasiga chiqish. Mana bu yerda CVO uchun eng muhim ko'nikmalarni men ketma-ket misol keltirganman. CVOning roli kompaniyani doimiy o'zgarish va yangiliklar tomon yetaklashni talab qiladi. Bunga erishish uchun maxsus intellektual va kommunikativ qobiliyatlar kerak. CVOda hayot tarzi CEOga o'xshamaydi. CEO bu 9 dan 6 gacha, 9 dan va ish tugagungacha davom etsa, CVO u hayotda yashamaydi. CVO bu startapper, ya'ni yangilik olib kiruvchi shaxs hisoblanadi. Startapperda hayoti faqat dinamikada bo'ladi. Dinamika degani juda ham ya'ni ingliz tilida flexible deydi, juda ham moslashuvchan hayot tarzida yashaydi. Va uni kun tartibi faqat drive. Drive degani kuchli bosim, kuchli harakat, kuchli intilish va muammolarni ko'p tahlil qilish, muammolar ustida ko'proq ishlaydi. Ya'ni ko'proq muammolarni yechish ustida ishlaydi. Aynan operatsion boshqaruvga emas, strategik boshqaruvdagi muammolar ustida ko'proq ishlaydi. CVOda yashash tarzi 9 dan 6 gacha emas. CVO bu hayotda zerikadi. CVO
muammoni izlaydi. CEO muammoni yechimini izlaydi. Aynan mana shu xislatlari uni CEO darajasiga olib chiqadi. Ya'ni tinmasdan har kuni o'ylashi, tinmasdan izlanishi, tinmasdan rivojlanish bu CEOga xos. Kompaniyaning rahbari esa u bunday xususiyatlar unga zarur emas. U boshqaruvda va nazoratda turaversa bo'ldi. CEO esa ko'p ya'ni notinch desangiz ham bo'ladi bu CEO. Ya'ni kompaniyani kelajagiga tinmasdan harakat qiluvchi bir notinch inson. To'g'ri, hozir ko'pchilik o'ylashi mumkin, voy bu CEO juda ham qiyin ekan deb. Lekin aynan mana shu hayot kompaniyani o'sishiga olib keluvchi faktorlarni yaratadi. O'z-o'zidan yangilik, o'z-o'zidan innovatsiya, o'z-o'zidan qandaydir g'oyalar kelmaydi. Qachon g'oya keladi? Qachonki o'sha shaxs dinamikada yashasa, bosim, ya'ni kuchli fikrlash ustida ishlasa, uni rohati aynan mana shu. Muammolarga yechim topish u shundan rohatlanadi. Unga ertalabdan ishga borib, kechqurun qaytib uyiga borib yoki boshqa joylarga borib dam olish unga rohat bermaydi. Unga u narsa unga zerikarli. Aynan startapper bo'lish uchun ham inson tinmasdan intellektual hayotda yashash kerak. Tinmasdan muammolarga yechim ustida ishlash kerak. Aynan mana shu shaxsgina CEO bo'la oladi. Aynan CEO deb agar biz kompaniyaga tanlaydigan bo'lsak ham, u o'ta dinamik hayotda yashovchi shaxs bo'lishi kerak. U shablondagi shaxs bo'lmasligi. Shablondagi shaxs hech qachon kompaniya yangilik olib kira olmaydi. U kompaniya boshqarishi mumkin, lekin kompaniyani oldinga siljita olmaydi. Ya'ni yangilik olib kira olmaydi. Yangi g'oya bilan kira olmaydi. U o'ta fikrlashi, o'ta noodatiy hayotda yashab turgan bo'lishi kerak. Hop, mana endi CEOning birinchi ko'nikmasiga ega bo'lsak, u macro thinking deydi. Dunyoqarash. Va bu dunyoqarash ham oddiy dunyoqarash emas, juda keng dunyoqarash. Har bitta narsaga bir tomondan emas, kerak bo'lsa 6 ta tomondan qara olish. Ya'ni yuqoridan, yondan, orqadan, tepadan, pastdan. Xuddi kubikni ko'ra olgandek, mana shu har tomonlama ko'ra olish. Ya'ni faqat kompaniya ichida emas, balki global trendlar, sanoat o'zgarishlarini ham tushunish kerak. Ya'ni u o'zini bozorini yuqoridan ko'ra olish kerak. Ya'ni o'zi harakatlanib turgan bozorni yuqoridan ko'ra olish kerak. Kompaniyani yuqoridan ko'ra olish kerak. Aynan kompaniyani rivojlantirish eng katta harakat bu kompaniyani yuqoridan ko'ra olish. Agar kompaniya ichida biz yurgan bo'lsak, biz kompaniya nima bo'layotganini bilmaymiz. Mana biz samolyotga chiqqanimizda yerni qanaqangi shakldaligini bilamiz. Dumaloqligini, bulutlarni, suvlarni, quruqliklarni va quruqlikdagi har xil shakllarni o'shanda ko'ra olamiz. Biz yerda yurganimizda bu narsalarni ko'ra olmaymiz. Ya'ni biz pastki qatlamda hech qachon past balandni ko'ra olmaymiz yoki to'liq ko'ra olmaymiz. Shuning uchun aynan macro thinkingda eng katta misoli bu yuqoridan ko'ra olish biznesni va bu biznesda harakatlanish bozorni ham ko'ra olish. Aynan mana shu narsa macro thinking deyiladi. Xo'p, innovatsion tafakkur an'anaviy yondashuvlarni ya'ni shubha ostiga qo'yish va yangi potensial buzuvchi g'oyalarni topish. Ya'ni men buni innovatsion tafakkur deganda hozirgina izoh bersam, mana hozir paytda men tanqidiy fikrlash degan tushuncha juda ham keng foydalanyapti. Aynan biznesda, hayotda va aynan faoliyatda tanqidiy fikrlash. Ko'pchilik tanqidiy fikrlashni o'zi asli nimaligini ham bilmaydi. Ya'ni qanday ishlatishni ham bilmaydi. Tanqidiy fikrlash bu hamma narsaga shubha bilan qarash. Shubha bilan qarash degani bu salbiy tushuncha yoki salbiy harakat emas.
Ya'ni nima uchun, qanday, nima sababdan degan savollarni berish. Har bir sababga nimaga bunaqa bo'ldi? Nima qildikki bunaqa bo'ldi? Yoki qanday bo'ldi bu narsa? Ya'ni tomirigacha yetib borish bu aynan tanqidiy fikrlashda asosiy vazifasi hisoblanadi. Hamma narsani yaxshilikka yo'yish bu bir yaxshi narsadir, lekin to'xtachi deb o'sha narsani sababini o'rganish bu aynan tanqidiy fikrlash. Ya'ni nima uchun degan savollarni berish har bitta jarayonga bu tanqidiy fikrlash. Ya'ni hamma narsaga shunchaki qo'l siltab yoki shunchaki o'tib ketish emas. Ha, yaxshilikka bo'ladi deb o'tib ketish emas. Ya'ni biz mana shu narsada ham me'yorni bilib olishimiz kerak. Aynan tanqidiy fikrlash bizni har bitta operatsiyani, har bitta jarayonni, har bitta fikrni, har bitta g'oyani biz nima deydi? Dekompozitsiya deydi, ya'ni dekompozitsiya qilib bo'lib tashlashimiz. Ya'ni qismlarga bo'lib tashlashimiz. Aynan tanqidiy fikrlash mana shu. Har bitta narsani qismlarga bo'lib tashlashimiz kerak. Aynan qismlarga bo'lib tashlay olsakgina biz raqobatda yuta olishimiz mumkin. Ya'ni hozir raqobatda kim yutyapti desa, mana shu chuqurlashib turgan tadbirkorlar yutyapti. Har bitta biznesda chuqurlashib ketyapti turgan tadbirkorlar yutyapti. Nima uchun bunaqa bo'lyapti? Nimaga mijoz bizdan ko'ngli to'lmayapti? Biz nima qilishimiz kerak? Ular nimani so'rayapti? Mana shu narsani ustida ishlovchilar yutyapti. Ya'ni chuqurlashuv degan bir haligi tushunchani bir o'zimizga bunday miyamizga olsak, aynan mana shu. Ya'ni chuqurlashuv. Kim chuqurlashsa raqobatda yutyapti. Aynan tanqidiy fikrlash ham mana shunga misol bo'ladi. Chuqurlashuv. Har bitta operatsiya ustida chuqurlashuv. Har bitta fikr ustida chuqurlashuv. Har bitta yangilik ustida chuqurlashuv. Aynan innovatsion tafakkur ham mana shunda namoyon bo'ladi. Hamma narsani ustida chuqur ildizi bilan bilish. Aynan olimlar bilan misol suhbatlashsangiz, ular detalligacha, o'ta mayda molekulalargacha nima qiladi? Yaxshi tushunadi, zo'r biladi. Nimaga? Ular chuqurlasha olgan va shuni orqasidan nimadir yarata olganlar. Agar biz ham biznesimizda o'ta molekulalarga bo'lib tashlay olmasak, biznesimizni yoki har bitta jarayon, biz ya'ni chuqurlashuv bunaqasini qila olmagan bo'lamiz. Ya'ni fikrlarimizni ya'ni amaliyotga tatbiq qiladigan darajada shaxs bo'la olmay qolamiz. Va strategik foresight, ya'ni kelajakni oldindan ko'ra olish. Raqobat ustunligini yaratish imkoniyatlarini ya'ni yarata olish. Ya'ni kelajakni ko'ra olish. Storytelling va brendlash. Kompaniyaning vizionni, maqsadlarini, ya'ni vision degani o'sha ko'ra olish, uzoq muddatli maqsadlarni investorlar va mijozlar uchun jozibador hikoyaga, ya'ni jozibador kompaniyani bir missiyasiga aylantira olish. Ya'ni investorlarni ham kompaniyaga jalb qila olish. Va shu bilan birga liderlik va ilhomlantira olish jamoani. Ya'ni CEOni ilhomlantira olish. Ya'ni o'zidan pastki boshqaruv direktorlarni lider bo'lib o'zini maqsadlariga ishontira olish va kompaniyani oldinga siljish uchun ya'ni xarizmatik bo'la olish. Ya'ni jamoani katta, ammo erishish mumkin bo'lgan maqsadlar ortidan erishtira olish qobiliyati. CEOda mana shu funksiya juda ham qiyin kechadi. Chunki CEO o'ta yangilik va o'ta kuchli g'oyalarni endi kompaniyaga mana shu g'oya kompaniyani uchun kerak degan tushunchani kompaniya rahbariyatiga singdira olish kerak, ya'ni yetkazira olish kerak. Shuni qilish kerak bo'ldi emas. O'sha kompaniya direktorlari aqli yetish kerak, mana shu narsa kompaniyaga joriy bo'lishi. Ya'ni u tuzib chiqqan strategiyani isbotlab bera olish kerak kompaniya oldida. Va bu narsa natija berishini ham direktorlar oldida taqdim qila olish kerak. Ya'ni ishontira olish kerak kompaniya maqsadlariga va oldinga kompaniya siljita olish kerak. Aynan mana shu katta bir funksiya
CEOda eng ko'p energiyasini va eng ko'p vazifasini oladi mana shu narsa. Endi CEO uchun eng muhim ko'nikmalar. Biz nima uchun CEOda o'rganyapmiz? Chunki biz agar kompaniyamizda biz CEO bo'ladigan bo'lsak, CEO uchun qo'yiladigan talablar qanday bo'lishi kerakligi va agar biz CEOda biz agar ishga olmoqchi bo'lsak, CEOga qanday talablar qo'yish kerakligini aynan bilishimiz uchun ham bu ko'nikmalarni o'rganishimiz kerak. Ya'ni CEO har kuni kompaniyaning samaradorligi va xavfsizligini ta'minlaydigan amaliy ko'nikmaga ega bo'lgan shaxs, ya'ni amaliy bilimga ega bo'lishi shart. U amaliyotchi bo'lishi kerak. U g'oyachi emas. U faylasuf emas. U faqat amaliyotchi bo'lishi kerak. Tizimli fikrlash, kompaniyaning barcha bo'limlarini bir-biriga bog'langan mexanizm sifatida ishlashini ta'minlash kerak. Soatda ishlay oladigan tizimli kompaniya boshqara olish kerak. Qaror qabul qilish, yuqori bosimli muhitda murakkab muammolar bo'yicha tez va to'g'ri qaror qabul qila olish kerak. Ya'ni qabul qila olish reaksiyasi ham, qobiliyati ham aynan shakllangan shaxs bo'lishi kerak. Moliya va operatsion menejment, budjet boshqarish, xarajatni optimallashtirish, operatsion samaradorlikni oshirish ustida ham juda ham mohir bo'lish kerak. KPIlar va natijani nazoratda asosiy ko'rsatkichlar orqali ish jarayonini muntazam kuzatib borishi va hisobot berishi kerak kompaniya yuqori turuvchi boshqaruv organiga. Va risk boshqaruvi bo'yicha, ya'ni kompaniyaning kelajakdagi tahdid soluvchi ichki va tashqi xavflarni ham oldini olish imkoniyati, ya'ni ko'nikmasiga ega bo'lish kerak. Aynan CEO uchun ham quyidagi ko'nikmalar bo'lishi shart. CEO boshqaruvining 4 ta ustuni. Buni ko'rishimiz mumkin. Birinchi uni A nuqtasi kompaniya boshqaruvida bu strategiyani hayotga tatbiq etish qobiliyatini bo'lishi. Ya'ni qog'ozdagi narsani, qog'ozdagi xaritani jadvalda ijroga aylantirib olish qobiliyati bo'lishi kerak. Ya'ni tashkilotchilik qobiliyati bo'lishi kerak. Tashkil eta olish kerak. Ya'ni amalda ishlatilmagan rejalarni amalda ishlata olish tajribasi bo'lishi kerak. CEO belgilagan uzoq muddatli yo'nalishni qisqa muddatli harakatlar rejasiga, ya'ni yillik maqsadlarga aylantirib olish kerak. CEO 5 yillik strategiyani tuzdi va har bir o'sha qadamlarni qanday qilib bajarish kerakligini tuzdi. Endi bu CEO o'sha xaritani, kompaniya 5 yillik xaritasini o'ziga endi yillik, kvartal, oylik, haftalik va kunlik vazifalarga nima qilib chiqadi? Bo'lib chiqadi. Aynan ijro mexanizmi aynan xuddi mana shunday boshlanadi. Ya'ni u endi qismlarga bo'lib tashlaydi CEO bu strategik xaritani. Va eng qiyin CEO uchun ham eng qiyin narsa aynan yuqoridan tushgan rejani amalda kompaniyada qo'llay olish va jamoani o'sha rejani atrofida yig'a olish. Bu kompaniyani jamoasini nima qilib turish, saqlab qolish mana shu strategiya atrofida. Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash ikkinchi ustuni. Ya'ni u har doim kompaniyaning daromadli kompaniya sifatida har doim u shug'ullanishi kerak. U CEO aynan moliya bo'lgani uchun ham aynan u CEO hisoblanadi. Agar unda moliyani olib qo'yilsa, unda hech qanday vazifa, ya'ni funksiya qolmaydi. Va u boshqaruvda ham juda katta muammolar yuzaga keladi. Ya'ni CEO albatta unda moliyaviy vakolat bo'lishi shart. Moliyaviy vakolat bo'lmasa, unda CEO bo'lmaydi. Ya'ni pul boshqaruvi,
pulni nazorati va pulga to'liq javobgar shaxs bu CEO bo'lishi kerak. Agar rahbar CEO tayinlab, moliyaviy rechakni o'zida qoldiradigan bo'lsa, ya'ni CBO bo'lib o'zida qoldiradigan bo'lsa, hech qachon bu CEO kompaniyada biror bir rejani yoki biror bir maqsadni hech qachon ijro qila olmaydi. Nimaga qila olmaydi? Chunki u xotirjam. Nimadan xotirjam? Chunki moliya boshqaruvi yuqori rahbari turibdi. Ya'ni CEOda turibdi. U xotirjam. Nimadan qo'rqadi? Nimadir zarar bo'lsa ham u javob bermaydi. U javob bergan taqdirda ham baribir uni ko'rib tekshirib turuvchi shaxs boshqa. Birinchidan mas'uliyat bo'lmaydi. Aynan moliyaviy. Ikkinchidan u xotirjam bo'lib qoladi. Va albatta bu CEO vazifasini bitta ustuni yo'qligi va u o'rta bino 4 ta poydevori bo'lgan singari bitta ustuni bo'lmasligi u CEOda bitta joyda mukammal ishlay olish imkoniyatini yo'qotadi. Jamoani boshqarish va motivatsiya. Uchinchi ustuni bu ruhlantira olish, ilhomlantira olish. Jamoani o'zini orqasidan yetaklay olish va jamoani kompaniya maqsadlari atrofida jamlay olish, jipslashtirish. Yana bitta boshqaruv bo'yicha bitta strategiya bor, ya'ni ichki boshqaruv strategiyasi. Xodimlarni bir-biriga bo'lgan muhabbatini, ya'ni hurmatini albatta kompaniyani ma'lum bir shaxsigina qila oladi xolos. Va eng katta operatsion boshqaruvdagi eng katta muammo bo'limlarni mustaqil harakat qilishi. Kompaniyada bo'limlar mustaqil harakat qilishi, ya'ni bir-biridan mustaqil harakat qilishi. Bu eng katta muammo hisoblanadi. Bu nima degani? Mustaqil harakat qilish degani bu bir-biridagi ma'lumotni qayta ishlamaydi, ya'ni qayta ko'rmaydi. Bir-biridan ma'lumotni tezkorlik bilan tahlil qilmaydi. Aynan operatsion boshqaruvda bo'limlarni bir-biriga sevdirish, ya'ni bir-biriga muhabbatli qilish bu CEOda eng birinchi vazifasi. Bo'limlar bir-biri bilan aka-uka bo'lib ketishi kerak. Aka-uka qattiq bog'lanib ketishi kerak. Mana shundagina boshqaruvda bitta asosiy o'zak paydo bo'ladi boshqaruvda. Agar bo'limlar tarqoq bo'lsa, bo'lim rahbarlari bir-biridan uzoq bo'lsa, boshqaruv jihatdan ham, ma'lumot jihatdan ham yoki biznesga oid bo'lgan qanaqadir jarayon jihatlarida ham bir-biridan tarqoq bo'lsa, bu holatda kompaniyani boshqaruvi, aynan operatsion boshqaruvi va kompaniyani rivojlantirish umuman imkonsiz bo'lib qoladi. Ya'ni bo'limlar bir-birini sevish kerak, bir-birini hurmat qilish kerak, bir-biridan ma'lumotlar tez foydalanish kerak bir-biridan. Tinmasdan bo'limlar bir-birini nima qila olish kerak? Yaqin munosabatda ishlay olish kerak. Bo'limlar bir-birini sevish kerak. Aynan ishlash samaradorligini oshirish, yuqori salohiyat, kadrlarni ushlab qolish va ularni natijaga yo'lantirish vazifasi. Va to'rtinchi ustuni bu jarayonlarni tizimlash, ya'ni tizimlashtirish, jarayonlarni avtomatlashtirish, muammolarni yana qayta chiqmasligini oldini olish. Top menejerda bitta asosiy KPI mavjud. Buni aynan CEO uchun KPI desak ham bo'ladi. Ya'ni uni KPI nima deydigan bo'lsak, CEO da KPI bu yangi muammolar ustida ishlashi. CEO da KPI. CEO yangi muammolar ustida ishlayaptimi? Demak, unga KPI berish kerak. Ya'ni unga bonus berish kerak. U CEO ga. Nimaga bonus berish kerak? Chunki u yangi muammolar ustida ishlayapti. Eski muammolar tizimlashtirib qo'yganligi uchun yangi muammo ustida ishlayapti.
Agar u eski muammolar ustida ishlayib turgan bo'lsa, unga hech qanday KPI yo'q. Unga kerak bo'lsa, katta oyligi ham yo'q. Nimaga eski muammolar ustida ishlaydi? Chunki eski muammolar yana qaytib kelishi bu uni aybi. Eski muammo qaytib kelyaptimi kompaniya boshqaruvida? Yana qayta takror bo'layaptimi qanchadir davrda? Demak, bu yerda top menejer ishlamayapti. Menejerlar ishlamayapti. Aynan CEO bu yerda ishlamayapti. Nimaga ishlamaydi? Chunki u tizimlashtirmagan. O'sha muammo paydo bo'lishi bilan CEOning vazifasi o'sha muammo qayta chiqmasligini nima qilish, tashkil qilish. Aynan CEO muammolarni tizimlashtirish uchun mutaxassis. Aynan KPI unga faqat mana shuning uchun beriladi. Yangi muammolar ustida ishlayaptimi, demak u zo'r CEO hisoblanadi. Yangi muammolar bu CEOda eng asosiy funksiyasi. Yangi muammolar ustida ishlamay turgan CEO bu yaxshi CEO emas. Chunki u eski muammolar ustida ishlayib turgan bo'ladi, yangi muammolar ustida ishlamas. Yangi muammolar qolib ketaveradi, yechilmasdan eski muammolar yana qayta kelaveradi, yana operatsion faoliyatda u nima qiladi? Yutqizib boraveradi. Kompaniyaning barcha bo'limlari, savdo, marketing, IT, HR o'rtasida uyg'unlik va uzluksiz jarayonlar nazorat qiladi. Ya'ni tizimlashdagi bog'liqliklar aynan mana shu bo'limlar atrofida, kesimda bo'ladi. Mana bu yerda endi CBO ga to'xtalamiz. Yana CBO bu kompaniyaning vizioner asosi. CBOning vazifalari ko'proq tashqi va g'oyaviy xususiyatga ega bo'lib, ular kompaniyaning kelajakdagi mavqeini belgilaydi. Kelajakdagi manzilni belgilash, 5-10 yillik katta orzuni aniq formatlash va uni jamoaga yetkazish bilan shug'ullanadi. Innovatsion fikrlarni rivojlantirish, doimiy yangi mahsulot va yoki xizmat g'oyalarini ishlab chiqishga investitsiya qiladi. Ya'ni uni hayoti kelajakka o'zini nima qilish, tikish, investitsiya qilish. Brend falsafasini shakllantirish. Kompaniyaning yagona maqsadini va mijozlar hayotidagi ahamiyatni belgilash. Mijozlar aynan bu kompaniyani haqida eshitganda nimani tasavvur qilishini mana shu aynan CBO nima qiladi? Ustida ishlaydi, yaratadi. Madaniyat va qadriyatlar boshqaruv, kompaniyaning ichki ruhini yaratish. Ya'ni CEO foydalanadigan ruhiy mexanizmni, ya'ni madaniyatni yaratish. Ya'ni CEO foydalanadigan, CEO o'z-o'zidan u madaniyat yaratmasligi kerak kompaniyada. U albatta kompaniya eng oliy qadriyatlari, madaniyatlarini ustiga qurish kerak u o'zini madaniyatidan. Yoki shu asosda kompaniyani boshqarish kerak. Va kompaniyaning madaniyati bu eng yuqori turuvchi rahbardan paydo bo'lishi kerak va pastga qarab nima qilish kerak? Harakatlanish kerak. Undan CEOdagi menejerlar va bo'lim boshliqlari, departamentlar va eng pastki xodimgacha oqib borish kerak. Kompaniya madaniyati va kompaniya ruhiyati, kompaniya kayfiyati xuddi shunday silsilaviy harakat qilish kerak. Mana bu yerda mana culture deyilgan, mana chizmaga qarasangiz, vision, strategic culture deyilgan, ya'ni vizioner strategik madaniyat. Aynan mana yadro shaklida uni o'rtada turibdi. Aynan mana shu yerdan boshqa tarmoqlarga shu madaniyat tarqalishi kerak kompaniyada. Bu madaniyat kompaniyada xodimlarni uzoq yil ishlashiga olib keladi. Uzoq yil ishlagandan keyin bu kompaniyada xodimlar tajribali bo'ladi. Yaxshigina kompaniya adaptatsiya bo'lgan bo'ladi. Bu oyligi ham yuqori oylikka ega bo'lgan shaxslar bo'ladi. Agar qisqa muddatga chiqib ketadigan kompaniyalarda har doim oylik past bo'ladi. Oylik past.
va tajriba ham past bo'ladi. Ya'ni kompaniyani yaxshi tanish, kompaniyani maqsadlarini to'liq tushunmaslik va kompaniyani rivojlanishida hissasi ham judayam past ko'rsatkichda bo'ladi. Aynan mana shu madaniyat, kompaniyaning qadriyati va madaniyati xodimlarni uzoq vaqt ishlashiga olib keladi va uzoq vaqt ishlash natijasida kompaniyada kuchli tajribali mutaxassislar jamlanadi. Xuddi Yaponiya kompaniyalari singari, ya'ni Kaizen sistemasi singari kompaniyada malakali 10 yillik, 15 yillik malakali xodimlar shakllanadi va ustozlar paydo bo'ladi kompaniyada. Va ularning orqasidan shogirdlar yetishib chiqish ko'payadi. Agar kompaniyada nima bo'lsa, uzoq muddat ishlaydigan shaxslar bo'lsa. Agar qisqa muddat ishlaydigan shaxslarda ustozlik darajasi bo'lmaydi va uni ostida hech kim hech nima o'rgana olmaydi. Ya'ni kompaniyada hurmat degan madaniyat ham bo'lmaydi. Chunki hamma yangi, hamma 2 yillik, 3 yillik, 4 yillik, hammani hurmati bir xil. Ya'ni bir-biriga bo'lgan hurmat ham juda ham yaqin bo'lmaydi. Shuning uchun kompaniyada uzoq muddat ishlashini ta'minlash kerak kompaniyani aynan yuqori turuvchi rahbarlari. Shuning uchun albatta kompaniya madaniyati va qadriyatlari juda ham oliy darajada yaratilishi kerak kompaniyada. Ana endi biz CVO'ning bir kunlik faoliyatiga, ya'ni kunlik checklist deyiladi bu. Kunlik checklistini ko'rib chiqsak. Qani CVO bir kunda nima ishlar qilish kerak? Endi bu to'liq formatdagi CVO vazifalari emas, bu endi qisman keltirilgan. Lekin buni to'ldirish o'sha CVOda o'zini shaxsiyatdan kelib chiqib va o'sha ish mexanizmidan kelib chiqib va biznesdan kelib chiqib bo'ladi. Bu yerda umumiy CVOda kunlik vazifalar haqida ketyapti. CVO o'z vaqtini aksariyat hollarda tahlil, izlanish, ilhomlantirishga bag'ishlaydi. Bu CVOning operatsion kun tartibidan tubdan farq qiladi. Mana har kuni CVO bozorni keng kuzatish, ya'ni bu yerda vaqtlarni ham ko'rsatib qo'yganman, yarim soat vaqt oralig'ida global trendlarni kuzatib borish. Ya'ni biznesga taalluqli bo'lgan, biznesning atrofidagi bizneslarni va raqobatchilarning strategik harakatlari va texnologik yangiliklarni tahlil qilish. Uni har kunlik kundaligida, kun tartibida albatta mana shu nima bo'lishi kerak? Vazifa bo'lishi kerak. Ya'ni global trendlar kuzatish, trendlar, ya'ni o'zgarishlarni kuzatish, raqobatchilarni kuzatish va ularning harakatlar, strategik harakatlarni, ya'ni kamchiliklarni topish va texnologik yangiliklarni kompaniyaga aloqador yangiliklarni nima qilish, har kuni tahlil qilish. Bunga misol bo'lishi mumkin, sohaga tegishli bo'lgan xalqaro ekspo markazlar, ya'ni ko'rgazmalar. Aynan ko'rgazmalarda mana shu narsa hammasi mujassamlashgan bo'ladi. Global trendlar bo'ladi. Yangi biznes modellar bo'ladi. Yangi marketing uslublarini topsa bo'ladi. Yangi mijozlar, texnologik yangiliklar, yangi g'oyalar va albatta raqobatchilarni ham o'sha yerdan topish mumkin. Va raqobatchilarni qanday darajasidaligini ko'rish ham mumkin. Aynan mana shu ekspo markazlarida ko'p harakatlanish, aynan mana shu funksiyani siz osongina egallab olishga olib keladi. Aynan CVO mana shu ko'rgazmalarda ko'proq bo'lish kerak, harakatlanish kerak. Faqat ichki ko'rgazmalarda emas, xalqaro ko'rgazmalarda ham nima qilish kerak? Qatnashish kerak. Qaysi davlatda sizni yo'nalishingizda qangi ko'rgazma bo'lyapti, buni borish kerak. Va albatta u yerdan nima bo'lib, mana shu g'oyaga to'lib, yangi rejalarga, yangiliklarga, yangi g'oyalarga va
yangi raqob ya'ni mijozlarga nima bo'lishga ega bo'lishi kerak. Hop, keyingisi yangi g'oya ustida ishlash. Kompaniya mahsulotlarini yaxshilashga, ya'ni teng baravar yaxshilashga, ya'ni 2 karra yaxshilashga qaratilgan fundamental fikrlarni har doim qayd etib borish kerak. Ya'ni qayerda kompaniyaga oid bo'lgan g'oya bo'layotgan bo'lsa, albatta o'sha bilan shug'ullanish kerak. Bu g'oyalar har joyda bo'lishi mumkin. Oddiy insonlarda ham bo'lishi mumkin bu g'oya. Kompaniyaning ichidagi oddiy shaxslarda ham bo'lishi mumkin bu g'oyalar. Oddiy xodimlarda bo'lishi mumkin. Ya'ni bu g'oyalar juda ham tarqoq holatda bo'lishi mumkin. Aynan uni vazifasi, ya'ni CEO vazifasi mana shu g'oyalar harakatlanuvchi joylarda paydo bo'lish. Ya'ni o'sha yerda g'oyani nima qilib olish, tezda o'zlashtirib olish. Asosiy jamoa bilan suhbat. Endi CBO degani bo'ldi, kompaniyadan uzilib, faqatgina tashqi aloqalar bilan yurish kerak degani emas. Bu asosiy jamoa bilan ham yashash kerak CBO. Ya'ni qisqa vision check uchrashuvlari, jamoaning harakatlari, CBOning katta maqsadiga to'g'ri kelishini tekshirish kerak. Ya'ni jamoani ichida harakatlanishi CBO'da maqsadlarini to'g'ri joriy qila olish nimasi yo'nalishini ko'ra olish uchun kerak. Ya'ni u maqsadlarini peredelka qilish uchun, ya'ni taqsimlash uchun, o'sha maqsadlarni yana optimallashish uchun bu jamoani ichida yashash kerak. Va maqsadlarini ko'zi bilan amaliyotini ko'rish uchun ham kerak. Mana shundan u ilhom oladi. Ya'ni u tuzgan strategiya jamoada o'z aksini topib turgan bo'lsa, mana shu CEO undan rohat oladi, u yana yangi g'oyalarga kirish ustida ishlaydi. Ya'ni u albatta pastki qatlamda ham nima bo'lish kerak? Harakatda bo'lish kerak. Faqatgina yuqori qatlamda chiqib olib emas, u albatta jamoaning ichida ham bo'lish kerak, paydo bo'lish kerak. Ya'ni uchrashuvlar o'tkazib, suhbatlar o'tkazib va har xil interaktiv munosabatlar bilan jamoani ichida nima qilish kerak? Harakatlanish kerak. Bu o'zini kompaniya maqsadlarini to'g'ri tashkillanib turganligiga o'zi nima bo'lishi uchun? Guvoh bo'lishi uchun. O'zi ko'rib shu maqsadlarni amaliyotda ko'rish uchun ham kerak. O'zining strategik o'qitish, o'zingizni strategik o'qitish deyilyapti. Ya'ni CBO faqat va faqat ilm bilan shug'ullanuvchi shaxs hisoblanadi. Faqat va ilm. Uni vazifasi nazariya saqlayotgan. Faqatgina sohani yangiliklari emas, u umumiy falsafani ham, umumiy tarixni ham, umumiy filologiyani ham kerak bo'lsa, umumiy o'sha jamiyatshunoslik bo'ladimi? Ya'ni hamma narsani falsafiy fundamentlarini nima qilish kerak? Ustida o'rganish kerak. Faqatgina sohasini emas, unga g'oya kelishi uchun ham, unga fikr kelishi uchun ham, u yo'nalishini tanlab olish uchun ham unga nima kerak? Katta ma'lumotlar bazasi kerak. Texnologiya, falsafa, inson psixologiyasi, chuqur tahliliy material o'rganish kerak. Har kuni mana shu psixologiyaga oid, insonlarni toifasiga oid bo'lgan, insonlarni o'rganishga oid bo'lgan, umumiy dunyoda o'rganishga oid bo'lgan kitoblarni o'qish. Faqat mutaxassislik kitoblari emas, umumiy kitoblarni ham o'qish. Umumiy falsafaga oid bo'lgan kitoblarni o'qish. G'oyaviy kitoblarni o'qish, fikrlovchi kitoblarni o'qish. Ya'ni fikrlashga majbur qiluvchi kitoblarni o'qish. Tashqi ilhom manbalari. Bu mijozlar ehtiyojlari, xalqaro brendlarning muvaffaqiyatlari haqida video tahlil qilish, ya'ni kompaniyadagi harakatlarni video orqali tahlil qila olish. Ya'ni u erishib turgan muvaffaqiyatlarni tahlil qilish. Bu
Bundan nima o'rganishimiz mumkin? Biz bundan nima o'rganishimiz mumkin degan savolga nima qilishga javob topish ustida ishlash. Ya'ni barcha materiallarni tahlil qila olish, kompaniyaga tegishli bo'lgan materiallarni, video materiallarni, fikrlarni, mulohazalarni, har bitta shaxsni munosabatlarini nima qila olish, tahlil qila olish. Aynan vizioner degani aynan kuzata olish, kuzatuvchanligi shakllantira olish kerak. Hamma narsaga e'tiborli shaxs bo'lish kerak. Hech nimani e'tibordan qoldirmaydigan shaxs bo'lish kerak. Hamma narsaga jonkuyarlik bilan yondashadigan inson. Aynan mana shu manbalarga nima qila oladi? Yetisha oladi. Mana biz hop уже 50 minut vaqtimiz ketibdi. 50 minut ichida mana shuncha ma'lumot ko'rdik. CBO va CEOga atalgan taqdimotimiz mana shundan iborat edi. Endi buni xulosalar bilan to'ldirish mumkin. Agar kimda qo'shimcha xulosalar bo'lsa, aynan mana shu boshqaruvga qo'shimchalar bo'ladigan bo'lsa yoki savollar, qandaydir taklif ko'rinishida izohlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, agar kimda mana shu taklif bo'ladigan bo'lsa, ya'ni harakat bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilamiz. Bemalol berishlar mumkin. Agar takliflar va qandaydir izohlar bo'lmasa, yozma shaklda ham kanalimizga izohlarga yozishlari mumkin. Istasa golos ko'rinishida, xohlasa matn ko'rinishida yozishlari mumkin yoki meni o'zimni shaxsiy profilimga ham savollarni yozishim mumkin. Buguncha mavzumiz mana shundan iborat. Agar sizlar mana shu 50 minut ichida agar biror bir ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsalaring, men xursandman. Bundan keyingi mavzularimiz bundan ham qiziqarli va bundan ham chuqurroq tahliliy ko'rinishda bo'ladi. Ishtirok etganlarga rahmat. Shu bilan biz yakunlaymiz. Agar qo'shimchalar bo'lmasa, barchaga rahmat. Keyingi ko'rishguncha. Bu taqdimotimizni yozib olindi. YouTube'ga qo'yishimiz mumkin va YouTube linkini ham kanalga tashlaymiz. Kimlar kirolmay qolgan bo'lsa yoki o'tkazib yuborgan bo'lsa, bemalol yana qayta ko'rib olishlari mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi ko'rishguncha.